Obod yurtning fayzi, tarovati o'zgacha bo'ladi. Zotan ozodalik, poklik, saranjom va sarishtalik yurtimizning yanada ko'rkam bo'lishiga zamin yaratadi. Bunda xalqimizning yillar davomida shakllangan ezgu qadriyati hashar muhim o'rin tutadi. Mamlakatimiz mustaqilligining 33 yillik bayrami arafasida umumxalq xayriya hashari o'tkazilmoqda. Umumxalq xayriya hashari Navoiy viloyatining shahar va tumanlaridagi mahallalar va korxona tashkilotlarida obodonlashtirish ishlari bilan boshlandi. Mustaqilligimizni 33 yilligi munosabati bilan bugun mana Navoiy viloyatida ham umumxalq hashari tashkil qilindi. Shu munosabat bilan mana mahallalar obodonlashtirilmoqda. Bizning O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi Navoiy filiali ishchi xodimlari ham bunga o'z hissalarini qo'shmoqda. Barcha ishchi xodimlarimiz o'z ixtiyorlari bilan bugungi umumxalq hashariga o'z hissalarini qo'shmoqda. Hashar elga yarashar degani kabi mana shu mustaqilligimiz 33 yilligi munosabati bilan hammamiz bir shior ostida bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida hammamiz o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Mahalla obod, yurt obod shiori ostida o'tkazilayotgan xayrli ishlar doirasida mahallalar, aholi turar joylari, xiyobonlar, istirohat bog'lari, ziyoratgohlar hamda boshqa ko'pgina manzilgohlar obodonlashtirilib, aholining ijtimoiy yordamga muhtoj qatlami qo'llab-quvvatlanmoqda. Mustaqilligimizni 33 yilligi munosabati bilan yurtimizni barcha joylarida, qabristonlarda, masjidlarda, shahar, ko'chalar, mahallalarimizda bu hashar ishlari olib borilmoqda. Bu hashar ishlarida xalqimizdan, yurtimizdagi o'sha ishchi xodimlar, masjid ahillari, mahallalardan insonlar chiqib, mana shu hasharlarda ishtirok etyaptilar. Alloh taolo bu qilinayotgan hasharlarda siz va bizlarga bu dinimiz ta'limotida ham poklikka, ozodalikka buyuradi. Barchalarimiz bu mana shunday hasharlarda ishtirok etishligimiz lozim. Karmana tumanida ham umumxalq hasharda aholi va korxona tashkilot ishchilari xodimlari faol ishtirok etmoqda. Bizning kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi jamoasi ham Mustaqillik bayramining 33 yilligi arafasida tashkilotimiz atrofida obodonchilik ishlarini tashkil etib, hashar uyushtirgan. Ushbu hasharda jamoamizning barcha xodimlari faol ishtirok etib, obodonlik ishlarida o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Jarayonda ehtiyojmand oilalar xonadonlarida ham obodonlashtirish ishlari olib borilib, ularga ko'maklar berildi. Umumxalq hashari barchani bir maqsad yo'lida yanada birlashtirdi. Navoiy viloyatida bu xayrli tadbir hamjihatlikda va uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Davlatimiz mustaqilligining 33 yillik bayramini nishonlashga munosib tayyorgarlik ko'rish, mahalla obod, yurt obod shiori asosida obodonlashtirish ishlarini tashkil etish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida Buxoro viloyat sudlarida ham hashar uyushqoqlik bilan tashkil etilib, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Buxoro shahar bo'limi tomonidan idora binolari, xonalar dezinfeksiya qilindi, hovlilar tozalandi, tartibga keltirildi. Dov daraxtlar oqlandi, shakl berildi. Texnik vositalar orqali archalar suv bilan yuvildi. Mana bugun hukumatimizning tegishli farmoyishiga asosan 24-25 avgust kunlari butun mamlakat bo'ylab xayriya hashari amalga oshirilmoqda. Shu jumladan Oliy sudning buyrug'iga asosan ham viloyat sudi, ya'ni Buxoro viloyat sudida ham xayriya hashari amalga oshirilib, barcha daraxtlar oqlanib, shakl holatiga keltirilib, barcha sud binolari dezinfeksiyadan o'tkazilib, obodonlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Ertaga ham 25 avgust kuni ham bu xayriya hashari davom ettiriladi va barcha yerlar tozalanib, ozodalikka qattiq rioya qilgan holda xayriya hasharini amalga oshiramiz. Mahalla obod, yurt obod shiori ostida tashkil etilayotgan mazkur xayrli ishlar viloyat, tumanlar markazlaridan tortib, eng chekka mahallalargacha uyushqoqlik va ko'tarinkilik bilan davom etyapti. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida nishonlanayotgan mustaqillikning 33 yilligi oldidan o'tkazilayotgan mahalla obod, yurt obod obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hasharida namanganliklar ham faol ishtirok etmoqdalar. Erta tongdan korxona, tashkilot va muassasa xodimlari, mahalla faollari o'z hududlaridagi ko'cha va xiyobonlarni tartibga keltirdilar. Ariq-zovurlar tozalanib, chiqindilar chiqarildi. Mevali va manzarali daraxtlar oqlanib, ularga shakl berildi. Hashar bahona mahallalar tashabbusi bilan mavjud qabriston hamda ziyoratgohlarda ham keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi.
Davlatobod tumanining Quyi-Rovston, Yuqori-Rovston mahallalaridagi qabristonlarda ham hashar qizg'in tus oldi. Oqsoqollarning duolaridan so'ng qabrlar o't o'lanlardan tozalanib, yo'lakchalar tartibga solindi. Tumanimizda 22 ta qabriston bo'ladigan bo'lsa, erta tongdan fuqarolarimiz qabristonlarga chiqib, obodonlashtirib, juda ham chiroyli qilishmoqda. Mana hozir Yuqori-Rovston mahallasida turibmiz. Ana qabriston hali ham ish jarayoni davom etmoqda. Ariq, zovurlar, ko'chalar, daraxtlarni oqlagan chiqindilar chekkaga to'plab ko'tarinkilik tarzda tashkil etilmoqdaki, bundan biz juda ham xursandmiz. Yuqori-Rovston mahallasida yashovchi O'g'ilxon Yusupova ayollar daftarda turadi. Yolg'iz yashayotgan ayolning sharoiti og'ir. Mahalla faollari birlashib uy qurib berdilar. Hashar kuni ustalar suvoq ishlarini ham boshlab yubordilar. Bunday xayrli ish viloyatning har bir shahar va tumanda amalga oshirilayotgani quvonarli. Umumxalq hasharda korxona va tashkilotlar ham chetda turmadilar. Barcha o'z hududlarini obod go'shaga aylantirish harakatida bo'ldi. Bayram arafasida foydalanishga topshirilishi kutilayotgan 150 qatnovga mo'ljallangan 20-oilaviy poliklinikada ham ish qizg'in. Xalqimiz uchun juda katta xursandchilik, ayniqsa mana shu hududda yashovchi aholi uchun juda katta xursandchilik. Bugun erta mana mustaqillik bayramiga ushbu 20-oilaviy poliklinikamizni ochamiz. Bu yerda o'sha tibbiyot xodimlari faoliyati boshlanadi. Shu munosabat bilan mana hamma xursandchilik bilan katta xayriya hashariga faol ishtirok etyapmiz, gullarni ekyapmiz, hamma yoqni tozalayapmiz. Bundan jamoa ham, xalq ham, aholi ham juda xursand. Bir so'z bilan aytganda, mustaqillik bayramimizga juda ham bir munosib sovg'a bilan kirib kelayotganimiz bu juda ham biz uchun katta bir quvonch. Hasharda ishtirok etayotgan namanganliklar mustaqillik bayramini munosib kutib olishni niyat qilganlar. Buning uchun ko'cha va xiyobonlar, qabristonlar obodonlashtirilib, maishiy chiqindilar chiqarilmoqda. Siz axborot